Akalar, akamiz Gentrani puliga Mustang bosib yuboribdilar. Narxini eshitib vobshe hayron bo'lasizlar. Sergelida UzAvto yangi avtosalon ochildi. Do'stlar, Monza narxlarini seni vobshe dumalaganda $4700 dan, Cobalt'lar $2750 dan. Islom aka, nimalarni qilib tashlayapsiz akajon? Assalomu alaykum. Aka qormay, aksiyani to'g'tasini qo'yma aka. Faqat aksiya beryapman. Damaslarni nima qilamiz aka? $7700 dan naqdga. $7700 dan. Labo Damas bir xil aksiyada hammasi. Suv tekin narx aka. Suv tekin narxda. Kelishadi, shundoq 1 soatda avtomat qilib beraman. Mashinani lekin yomon qilibsiz aka. Seryozni Gentrani puliga tushdimi? Ha, Gentrani puliga tushdi. Gentrani puliga akalar $17500 ga bosib yubordim deyapti. Aka, havas qildim, yaxshi kunlarga qaydinglar akalar. Hammaga nasib qilsin, xudo xolos. Gap yo'q. Xo'p, akalar, yangi avtosalon ochildi, UzAvto. Hammangni yaxshi bilsanglar kerak. Sergeli mashina bozoridan shunday teparoqda keladi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Akamiz o'zimizni eski qadrdon do'stlar. Biz 2 yil oldin birga ishlaganmiz. 2 yildan keyin mana ko'rishdik, xudo xolasa. Tradingda birga o'qiganmiz, biznes tradingda. Xudo xolos. Akamiz hozir mana yangi avtosalonni ochdim deganlar uchun bitta syomkalarni portlatib beramiz. Aka, narx-navoni klientlarga ilojini boricha to'g'ri qilib beraverasiz. Faqat aksiyada beramiz, faqat arzon beramiz. Faqat aksiyada arzon bo'ladi. Narx-navoni solishtirib ko'rishaveradi. Ha, bemalol xohlagan avtosalonga borib solishtirib ko'rishadi. Bo'ldi. Aytganimizda beramiz. Laboladan boshlab rostdan ketaveraylik. Aka, nima deysiz? Har doim Gentralardan boshlayveramiz. 2025 mi bular necha aka? Hammasi 25. 2025-yil. 2025-yil hammasi. Naqdga 7700 dan, Damas ham, Labo ham kelishadi, olib ketishadi. $7700 dan. 7700 dan. Ana shunday, akalar, $7700 dan qancha boshlang'ich to'lov bilan chiqasiz berasiz? Boshlang'ich to'lov atiga $2000 olib kelishadi. $2000 bilan. Vau. Labolarni tekin qo'ribsiz-ku. Tekin. Damasni ham xuddi shunaqa berib yuboraman. Boshlang'ich to'lovsiz qo'yganlaringiz ham bor. Boshlang'ich to'lovsiz bor, ichkarida turibdi ular ham. Ichkarida olib qo'yamiz, ha. Tamom, aka. Hammasidan bor. Aksiya bo'lsin. Aksiyaga aksiya bo'lsin-da. Damaslar ham $2000 dan chiqib Damaslar ham $2000 dan chiqazib yuboraman. Seryozni? 25 ha? 25 masla hammasi. 0 probek. 2025 ishonch hosil qilish uchun mana bu joydan bitta shunday saloniga kirib ko'rib o'ramiz. Mana bor yo'q akalar 27 kilometr yurgan yangi Damas avtomobillari do'stlar. To'liq ma'lumot olish uchun akalar avtosalonga bitta kelsanglar bo'laveradi. Xo'p, Islom aka, qanaqa mashinalargacha olib beramiz aka? Xo'p, GM hammasi, Spark, Nexia deysizlarmi, Cobalt deysizlarmi, Gentra deysizlarmi, Captiva deysizlarmi, Malibu, Equinox, Tracker, Tahoegacha hammasini chiqarib beraman. Faqat GM yoki inomarkalarni inomarkani ham olib kelaman, xudo xolasa. Faqat GM hozir, faqat GM, xalqqa GM. Ana shunday akalar, xalq boblari necha soatda ishlari bitadi aka? Kelishadi, xudo xolasa aldamayman, chunki kelib kutishadi. Ba'zida ishlasa 4 soat, ba'zida ishlamay qolib qolsa 6 soat. 6 soat. 6 soat. Bir kunga olib bormaysiz? Bir kunga olib bormayman. Voy, maşallah. Bir kunga olib bormayman. Aka, 12 ta viloyat bo'yichami? 12 ta viloyat, hamma viloyatga beraman. Hammasiga. Andijon qanaqa, ko'pchilik Andijonga bera olmaydi. Andijonga ham beraman. Sirdaryo, Jizzaxga ham beraman. Hammasi, hamma viloyatga beraman. 4 soatda kelishadi ishlar. Kelishadi ishlar hal, xudo xolasa. Bo'lmasa nima qilib berasiz aka? Bo'lmasa aksiyada 4 ta yangi balon qo'shib beraman. 4 ta yangi balon qo'shib berasiz. 4 ta yangi balon qo'shib beraman. Mana shu gapimni saqlanib qo'yinglar. 4 soat ichida ishlaring 6 soat ichida bitmasa, ba'zi ishlamay qolsa, agar ba'zi ishlamay qolsa, ba'zi ishlab tursa, gap yo'q 4 soat. Uzoq 6 soat. Uzoq 6 soat. Bo'lmasa 4 ta yangi balon. Bo'lmasa 4 ta yangi balon. Bitta gaz ham bo'lsa o'rasiz, aka. Endi uzoq musofir yurtdan kelayotgan ota-onalar bor, o'g'illari bor, o'shalarga qilib beraman. Ularga qilib beraman. Okey, aksiya bo'lsin, shunaqa bo'lsin. Lekin mashinani yomon qilibsiz aka, boru. Mana bu haqiqiy ot, akalar, ot. 5 sekundda chiqsa kerak, ha, yuziga. 5 sekund. Akalar, 5 sekundda yuziga chiqadi. Xo'p, bir boshdan Monzadan boshlab endi bunga kelaveraylik, aka. Xo'p, Monzalarimizni yillari nechi, Islom aka? 24. 2024. 24 masla. 0. 0 probek. Xo'p bo'ladi. Akalar 2024 0 probekda. Shu spravka shunday yoziladi-da. Shu spravka shunday yozib beraman. Bo'ladi. Xo'p. $4700 deydik-a? $4700 bilan chiqarib beraman. Oylik to'lovlar qancha? Oylik to'lov 6.200 dan to'laysiz. Monzaga Gentra narxida 6.200 dan to'laysiz. Monza haydayapsiz 24. Necha yilga qilib berasiz? Masla. Okay. 5 yil. 5 yilga. 1 yildan 5 yilgachami? 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgacha akalar avtokredit qilib berishadi. Kelib bemalol bosib ketsanglar bo'ladi. Hammasi aka shunaqa, 0 probek. 0 probek. Hammasi. Xo'p, Gentralarchi? Bu yerda Gentralarni qo'yganman aksiyaga. Aha. Gentralarimiz 2023, 2022lari kelishsin bilan aksiyada $2000 bilan kelishsin, berib yuboraman. Tan narxini necha qilib berasiz aka? Tan narxini 14.5 ming qilib beraman. $14500 dan. 14500 23 0 probeglar. 23 0 probek. $2000 yoki kilometrlar. Kilometrlari, xo'p.
Oqimizni 36 ming probeg yurgan, kraskalari top-toza, metan gazlari bilan. Turunchi paketli gazlari bilan birgalikda. 0 paketli. Xo'p. Bu-chi yoki qorami cho'kkomi bu? Bu cho'ku, bu 0 probeg. 0 probeg mexanika faqat. Buni naqdga 12,5 mingga beraman. Avtokreditga bo'lsa 3000 dollar bilan chiqazib beraman. 3000 dollar bilan bo'lsa. Chunki bu yangi masla. Ha, 12,5 ming dollarga. Mexanika. Akalar, Qulf aka. Mexanika 12,5 ming dollarga cho'kkosi. Oqini nech pul qilib berasiz aka? Oqqa bu ham mexanika. Hop, 1800 olib kelishsa olib ketishadi. 1800 dollardan. Oylik to'lovi 4 million. 4 million so'm. 3 million 800 mana. Akalar, oylik to'lovlari 3 million 800 ming so'm. Hammasi shunaqa bo'ladi. Bu ham bor mana. Buni ham aksiyaga qo'yganman. Xo'p. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi atiga 48 ming. Kraskasi top-toza. Hech qanaqa ishi yo'q mashina edi. Hamma narsasi tayyor. Boshlang'ich to'lov 2000 dollar berishadi. 2000 dollar. 2000 dollar. 1,5 minglar bilan amallasa bo'lmaydimi aka? 1700 bilan qilib beraman. 1700 dollar. 1700 bilan. Gap yo'q, Sinov aka. 1700 bilan. Bilaman aka sizni. Xudo xolos. Xullas, akamiz akalar, xudo xolasa chiroyli narxlarda bosib beramiz deyapti. Mana Cobaltlarni bularni ham aksiyaga qo'yganman. Hammasidan bor. Xo'p, qarang. Narxlar bozor bilan bir xil yuradimi, yo'q qimmatroq? Yo'q, bozordan arzon. Bozordan arzon. Bozordan arzon. Hozir nech pul qo'yib berasiz aka? Naqdgami? 12700. 12650 qilib beraman. 12650. Yana 12650 aka. 12600. 12600 dollar. 12600 dan. Nech pul bilan chiqadi aka? Boshlang'ich to'lovmi? Ikkita variantim bor. Bu xalq uchun, xo'p. 2900 dollar bilan chiqadigani bor. Oylik to'lovi 4900 dan. 3450 dollar bilan chiqadigani bor. Oylik to'lov 4,5 million. Bonusiga xolasa Tesla monitor qo'yib beraman. Video registrator qo'yib beraman. Mayli, jahlim sizga 4 tengi balon bunga ham qo'shib beraman. Yumshoq balon taqib beraman. Yumshoq balon taqib beraman. Xo'p, tayyor. Midnight 2025 akalar ko'rayotgan bo'lsangiz, bu hammasini bekitib qo'yishdi, yo'li yuzda deyishgan bo'lsa kerak edi. Xo'p, to'lovlar nech bilan chiqadi endi? 4,5 milliondan chiqadi. 4,5 million so'mdan. 4,5 million so'mdan. Ana shunday. Bizda ham bunaqa narsa. Arzon yetib, sizlarni chaqirib olib, bizni 3 yilga yetuvdik, 4 yilga yetuvdik, 2 yilga yetuvdik demaymiz. Bizda faqat 5 yillikni yetyapmiz faqat. Kelgan yildan keyin o'zgarish bo'lmaydi, aytganimdek qilib beraman. Shunaqa narx bo'ladi. Xudo xolasa. 1 yilga bo'lsa-chi, aka? 1 yilga bo'ladigan bo'lsa 2200 bilan chiqadi. 2200 dollar. 2200 bilan chiqadi. Xohish o'zlaringlar akalar 1 yildan 5 yilgacha 5 yilgacha Xudo xolasa. Xo'p, bularni nech pul qilib berasiz aka? Cobalt Style. Cobalt Style'mi? 2700 bilan qilib beraman. 2700 dollardan. Midnight'dan arzon yurish kerak. Midnight'dan arzon. 2700, 200 dollar farqi bor. Midnight bilan anaqani Style 200 dollar arzon. Tan narxi-chi? Tan narxini 13 ming qilib beraman. Voy, nimaga undan qimmatroq? Qaysidan? Midnight'dan. Midnight'danmi? Avtokreditgami yo naqdgami? Naqdga. 12700 mana. 12650 buni ham berib yuboraman. Bir xil yuradi. Avtokreditga 13 ming beraman faqat. Ha, shunda Midnight bilan buning narxi bir xil bo'lyapti-da, to'g'rimi? 650, xo'p, buni 600 qilib beraman. 600. Style 600, Midnight'imiz 650. 650. 650. Akalar, o'zlaringizda imkoniyat. Xullas, bemalol kelib bosorsangiz bo'laveradi. Otni yomon qilibsiz lekin. Gap yo'q. Video qarang, ha. O'zim yaxshi ko'raman buni. Aka, buni yomon ko'radigan odam ham bo'ladimi? Va, dahshat. 307 motor, 5 sekundda 100 ga chiqadi. Расход qanaqa aka buni? Расход 15 ta. Seryozni. Ovozini eshitamiz ham. Bir ovozini eshitaylik shuni. Ha. Voy, joningdan. Yo, bismillah. Gasht shu yerida dada. Hoppali. Voy. Nima bu? Okey. Gap yo'q. Yaxshi kunlaringizga xayring, aka. Qalay? Yorib yashang, aka. Hammaga nasib qilsin, Xudo xolasa. Hamma yaxshi niyat qilsa erishadi. Lekin Allohga oson. Foydasini bersa sotib olmaysizmi, aka? Foydasini bersam, uni ham sotib olamiz uni. Faqat keyinchalik ozgina hayding. Necha hayding? Ozgina hayding. Lekin yomon qilsiz, aka. Xudo xolasa. Xo'p, akalar, avtosalonni ichkarisiga kirib turib, bitta ichkaridagi avtomobillarni ham bu yo'q ham aksiya qo'yganman. Legenda, akalar 515. Ochib. Hoppa. Ozgincha kechqurunda syomka qilyapmiz, do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz. O salonni ichini ham, aka, barq o'risizlar. Va, salon ichini ham barq bo'sh. Xo'p, chotki. Bu yerdagi jentralar qanaqa chiqadi, aka? Xo'p. 2023 mashina polniy shumka qilingan. Hamma yog'i absolyutniy Amerikan kopter faralari bilan
Tesla monitorlari bilan Malibu bari ham bor. Malibu barlargacha bor. Boshlang'ich to'lov $2000. Hammasi aksiyada, 23'larmi hammasi aksiyada $2000. Avtomatli. Avtomat hammasi, avtomat. Ha. Yana ham arzon qiling yoki 1.5 million atrofida. 1.5 million bor uni ham. Orqada olib qo'yganman. Orqada olib qo'yganman-da. Seryozni. Bu ikkalasi, ha. 23'larni hammasini $2000 dan qilib beraman. 23'larni hammasi $2000 dan qilib beraman. Naqdgachi? Naqdga kelishadi. 14300 dan olib ketishadi. 14300. 14300 dan. Kraskalar top-toza. Xo'p, bu sotilgan shekilli, aka. Bugun zakrat olindi. Zakrat olindi. Bugun olindi. Chunki aksiyada berdik buni ham. Buni ham aksiyada berib yubordik. Xolos. Xo'p, Amerikanka Optra faralarga taqilgan do'stlar ko'rayotganmiz seni. Gap yo'q. Ha, Malibu barlargacha bor akalar. Mashina o'ta idealniy holatda. Zo'r. Portlatis Nexus 3lar nima bo'lyapti aka? Nexus 3 ham bor mana. Bozorda vahshiy kopeyka bo'lyapti lekin. Nexus 3 bunaqasi lekin sal qiyin. 2020 yili. Mashina polniy absolyutni qarangan. 24 ming kilometr yurgan atigi. Atigi 24 ming. Boshlang'ich to'lov 1800 bilan chiqadi. $1800. 1800 bilan. Chunki bu yangi bo'lgani uchun. Naqdgachi? Probeglari ham bor, uni ham qilib beraman. Naqdga 10200. 10200. 10200. 4 ta koreyskiy kumposos bolalargacha taqib bo'lgan. 20 ming o'zini yurganimi? 4-pozitsiya avtomat korobka, salon osvesheniylari qilingan ekan do'stlar ko'rayotganmiz seni. Narxidan yana kelishsa bo'ladi, naqd pulga. Kelishsa kelishtirib beraman. Necha pul bilan dedingiz boshlang'ich? 1800. $1800. Bunisi-chi? Bu 22, 64 ming yurgan kraskalari top-toza. Mashina ideal. Buni necha pul qilib Buni berasiz? ham 1800 bilan chiqarib beraman. 1800. 22 lekin bu avtomat. 22 avtomat. Naqdga Tan narxini 10,5 ming. $10,500. Akalar, 10,5 naqdga $10,500 ga ko'rib o'radigan joy lekin. Zo'r. Oylik to'lovi ham arzon chiqadi-da bularda. Bemalol 4 million, 3 million 800 dan chiqadi. 4 million Qiynalmasdan to'lashadi. chiqadi. Mazax haydashadi. Qarang, aka, savol. Bir oy to'lay olmay qolsa nima bo'ladi? Bir oy to'lay olmay qolsa, o'zimizga olib kelib bersa, o'zimiz hal qilib beramiz. O'zingiz hal qilib berasiz. O'zim hal qilib beraman. Haligi cho'rniga solib qo'ydi, unaqa narsa. Lekin, yo'q, cho'rniga solib qo'y degan narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa, yaxshi niyat qilinglar, to'layman deb. Biz sizlarga yaxshi mashina beramiz, arzon mashina beramiz. Oylik to'lovidan qiynalmasligi uchun tavsiya beramiz. Bemalol. Bo'ldi. Xo'p, bu yerda Cobaltlar ham bor do'stlar. Va Gentra ham bor. Bu ham 23. Xo'p. 32 ming yurgan. Kraskalar top-toza. Bitta qo'l propan gazi bor. Propanlari bilan. Buni ham $2000 dan beramiz. 23. 23. Kraskasi chiqib qolsa-chi? Kraskasi chiqib qolsa $1000 qaytarib beraman. Serios. 1000 so'm bilan olib chiqib ketishadi. Agar kraskasi chiqib qolsa $1000 qaytarib beraman. $1000 rasmiyat qaytarib beraman. Kraska yo'q, 100 talik. Javob. Cobalt aka? Cobalt style. Aytganimdek. Naqdga 12600. 12600 naqdga. Boshlang'ich? Boshlang'ich to'lov, xo'p, $2700 bilan chiqadi. $2700. Stylik. Gentradan qimmat chiqar ekanda bular. Gentradan qimmat 25 ta buni yili. Ha, 2 yil yangi. Masla 2 yil yangi. Mana shundoq. Xo'p, aksiyaga qo'yganingiz shumi endi? Mana aksiyaga qo'yganim. Amerikan Optra. Balonlar sveji. Polniy tonirovka, sonsiz ashtnisi bor oldida. Xo'p. Buni aksiyada berib yuboraman. 1600 olib kelsin. 1600. 1600 bilan. Ha, bir $500 bilan atab qo'yganingiz Men yo'qmi? 500 bilan beraman. Serios. 500 bilan mana. Kelishadi, ko'rishadi, olib ketishadi. Islom aka. Xudo xolis. $500 bilan. 500, 1500. Nima bo'lyapti akalar? Bormi o'g'ri? $500 bilan. Kelin nechi buni? 22. Ha, 22 ni $500 bilan. 22. Mana sizlarga akalar. 2022 $500 ga, voy, salonni ham qurib qo'yganmisizlar? Ochinglar, mana buni ochinglar, qani kalt. $500. Qani 22 ni ochinglar. Akalar, $500 bilan 2022 Gentra. Wow. Okay. O'sha oxiriga saqlab qo'yganingiz shu ekanda, lekin ha, ha, bitta dona olib qo'yganim. Bunda ko'rinishdan o'zida tetiy mana, ichini ochib qo'yay, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mashina ideal. Avtomat 3-pozitsiya. Islom aka qancha yurdi shunda? Yurgan masofasimi?
Yurgan masofasi hop Xo'p, 50 ming yurgan. 50 ming kilometr yurgan. 50 ming kilometr yurgan. Ana shunday akalar. Gentra $500. Nima deyapti? Bormi og'riq? Bormi og'riq? Okey. Bormi hozir? Yomon bo'pladingiz lekin. Xo'p, Ya xudo xolasa aksiyani davom ettiramiz, chunki meni buni ham aksiyaga qo'yuvdik bugun. Bu ham chiqib ketdi. Bugun ertalab ham bittasiga berdik. Duo qilib chiqib ketishdi. Bizda endi qanaqa bo'ladi? 600-700 dollar bilan ko'p qo'ya olmayman, chunki men yaxshi mashina olaman. Kraskasi toza mashina olaman, kam yurgan olaman. Buni olib chiqib turib, mana masalan 600-700 dollar bilan chiqarib turib, ertaga yana rasxod qiladigan mashina xalqqa bera olmayman. Ertaga duo qilib qaydaydigan, kreditini ham vaqtida yopib, cho'tki qilib qaydaydigan mashina qilib beraman. Ana o'shasi bilan ajralib turgim keladi, faqat toza mashina, cho'tki mashina qilib beraman. Mana shundoq. Aksiya chiqsa, beraveraman aksiyada ham. Har haftada bitta ikkita mashina aksiyaga qo'yaman. $500 dan. 500 dollardan. Keyingi videoda boshlang'ich to'lovsiz qilib berasiz. Boshlang'ich to'lovsiz keyingi videoda qilib beraman. Akalar, xalq maza qilsin. Boshlang'ich to'lovsiz Gentra. Keyingi videorolikda kutib qolsanglar bo'ladi. Bemalol joylariga kelinglar. Yangi ochdik deyishyapti, xudo xolasa. Hamma sharoit shu yerda. Notarius ham, bank ham, hammasi. Xolasanglar auksion nomerlarini ham qatta bosib olib kelib beramiz. Unisida muammo yo'q. Nomerlargacha olib kelib berasiz. Nomerlarigacha olib kelib beramiz. Gap yo'q, akalar. Dashi nomerlargacha hammasini hal qilib berishadi do'stlar. Xudo xolasa. Har kun ishlaysizlar, aka? Har kuni. Soat ertalabki 9 dan klientni ishi bitgungacha ishlaymiz. 11 bo'lsa 11, 12 bo'lsa 11, 12gacha. Ba'zi yopilgungacha. Ba'zi yopilgungacha. Nima deyapti akalar? Kelish kerak, ko'rib olish kerak. Lekin bu yerda hozir mashinalar juda ham ko'p turibdi. Tashqarilarda do'stlar ko'rayotganingdek. Bir kunda nechta prodajalar bo'lyapti endi aka? Bir kunda 5 ta, 6 ta, 5 ta, 6 ta. Naqdga, asosiy naqdga, faqat naqdga arzon beryapman-da. Ha, naqdga ham savdo bor. Naqdga ham savdo bor. Faqat nasiya, bank emas, akalar. Naqd mashina olib kelishsa, xudo xolasa, mashina olib kelishsa, o'zligini mashinasini olib qolib ham chiroyli mashina qilib beraman. Yerga urib tashlamaysiz? Yo'q, yerga urib tashlamayman. Boshqa joydan qimmat olaman. Aha. Har bitta joyga kirib chiqishadi, aytishadi, o'shandan $100, $200 qimmatiga olaman. $100, $200. Faqat kraskasi toza bo'lsa, kraskasi chiqib qolsa, ustida bahslashamiz. O'zimdan olishsa mashinani, uni ham arzonga qilib beraman. Buni ham qimmatga olaman. O'zlaringizini qimmatga olaman. O'zlaringizini qimmatga olasiz. O'zlaringizga qimmatga olaman. Akalar o'zlari baholab, chiroyli qilib olishadi. Kelish kerak, ko'rish kerak, akalar. Hammanglarni UzBavtoda kutib qolamiz. Xalqimizga shunaqangi arzon avtomobillarni qilib berishda davom etaveringlar. Islom aka, joningiz sog' bo'lsin. Sizlarni UzBavtoda kutib qolaman.